Sonunda sizlar bilan Aysin Gamer va bugungi videolarimizda sizlar bilan birlikda dron obzori bo'ladi. Qanday videolardan boshladik. Tak, bu yerda bizda dronning nomi esa bu yerda K3 Drone Pro degan, ammo buni nomi emas. Mana bu yerga yozgan. Y99 Pro. Bu K3 Y99 Pro drone do'stlar. Qanday biz ochdik. Bu yerda kamera ko'rsatib o'tilgan, ammo kamera yo'q do'stlar. Chunki O'zbekistonda kamera mumkin emas. Mayli. Bu dronning fishkalari ko'p. Bo'ldi, yana 3 xil rang bor. Tak, korobkani ochganimizda so'ng biz ichida anaqa chexol kutib oladi. Mana bu boshqa joyning ichida hech biri yo'q. Уже olib qo'ysak ham bo'ladi. Mana o'sha ichidan chiqqan chexol. Bu kichkinagina такой удобный, hamda olib yursanglar bo'ladi. Xuddi kessanglar olib ketsanglar bo'ladi. Tak. Endi esa dronni o'zini tutsak. Mana do'stlar, birinchi o'yinda dron juda yengil o'xshab tuyuldi korobkasi. Uchyapti. Mana dron menga shunday holatda chiqdi. Короче, mana sam dron do'stlar. Akkumulyator, ya'ni buni bitta USB bilan zaryadka qilsak bo'lar ekan. Chetga olib turamiz. Endi esa dronning pultining o'zi. Pulti yaxshi. Boshqa dronlarda bir seli mana bunaqa bo'lmaydi. Qaytib keladi, ya'ni просто bunday chiqadi. Aha, bunda bunaqa ekan, необычный. Так, bu yerda keyin sizlarga aytib o'taman, bular nimaga kerak. Tak, komplektini ko'rsak. Bu yerda masalan o'zi detallarni ko'rsatib o'tilgan. Bu do'stlar boshqa dronni doim ya'ni qo'yadi, mana instruksiyasini. Aslida bu dron emas do'stlar. Bu boshqa dron. Balkim boshqadir. No, pulti bo'tda boshqa yo'q. Mayli, buni instruksiya menga kerak bo'lmadi. Chunki uchirishni bilardim, chunki oldin dron bor edi. Tak, mana o'rtadagi komplektida mana shikastlangani bo'ldi. Shikastlandi. Buni olib borsak ham bo'ladi. Tak, bu yerda mana o'sha USB ya'ni kabelni mana blokka tiqib zaryadka qilsak bo'ladi. Bu yerda yana bunaqalari bor, 4 ta chiqadi. Buni qanday qo'yishni ham sizlarga ko'rsataman. Keyin esa bu yerda parraklari. Sizlarda bilmayman qanday chiqishi mumkin, menda 3 ta ekan. Keyin esa atverkasi chiqdi. Ya'ni atverka do'stlar, qaranglar. Dronni rovni anosiga tushadi. Narsasiga. Ya'ni bunda nastroyka qilsalar tipasini biron narsasi bo'lsa, bizlar hozir ochishlarim uchun shimaydi. Uchun mayli bularni hammasini solib olamiz. Chunki bular hammasini ko'rtlaring. Qiziq emas. Короче, mana shunaqa chexol do'stlar. Buni bizga ham kerak. Endi dronni o'ziga to'xtalsak. Dronning xarakteristikalari 2 kilometrda uchishini bilmayman. Oddiy dronlarga qaraganda normalda oddiy dronga o'xshab uchadi. Dron juda yengil, akkumulyatorsiz. Mana bu yerda o'sha kamera degani, ammo uning ichida hech bir yo'q, ko'rsatayim mumkin. Bu yerda ham hech bir yo'q. Lekin menimcha kamera qo'ysa bo'ladi, chunki lekin baribir kamera ko'tara olmaydi. Ayni bunday kichkina kamera topish juda qiyin. Topa olmaysiz ham. Mana dronning ko'rinishi. Dron Shnab ochiladi, короче, yopiladi, ochiladi. Dron agar urilganda, ya'ni mana urildi deylik, mana bo'lib qoladi. Mana. Dron baribir uchiradi, bunday bo'lib qolsa ham. Даже bunday bo'lib qolsa ham, mana tegmasa bo'ldi bir-biriga, uchiradi. Keyin do'stlar, dronni sizlarga minusni ham pluslarini aytib o'taman. Akkumulyatori 3.7 volt deb o'ylayman. 3.7 volt menimcha. 3.7 volt. Undan ham ko'proq. Pultga kiradigan bo'lsak, endi esa pultga kelamiz. Pultda bular nimaga kerak shuncha knopka desanglar, mayda.
Yani tasdik to'xtab qoldik. Ya'ni bu yerda antenasi bor. Wow, deyishlaring mumkin, lekin antena emas. Ya'ni bu ichida ko'rishlaring mumkin, hech narsami yo'q. Antena ichida prosta chiroyli uchun xitoyliklar qo'shib qo'ygan. Tak, bu yerda bizda mana bunaqa narsa bor. Mana buni bitta ko'rishlaring mumkin. Ochib turib, bunday qo'ysak bo'ladi. Telefonni qo'ysak bo'ladi, bu shunaqa qiladi. Mana shunday razmerda telefonni qo'ysak bo'ladi. Bu plastikka siqib ketadi. Короче, o'sha telefon qo'yiladi va kamerasida ko'rsa bo'ladi prilojeniyasida. Ammo buni kamerasi yo'q bo'lgani uchun buni qilib bo'lmaydi. Yana aytaman, kamerali dron O'zbekistonda taqiqlanadi. Tak, dronni yana to'xtab qoldim. Ya'ni qaranglar do'stlar. Bu yerda mana bu knopka nimaga? Ya'ni bu skorost beradi deb o'ylayman, lekin ishlatganda hech bir skorost bermadi. Bu yerda esa flip qiladi. Skorost. Keyin do'stlar qaranglar. Bu flip nima? Bu knopka. Bu knopka dronlaringiz tipa dronni o'shani bosasizlar, flip, ya'ni tipa bu havoda turganida flipni bosasizlar va bu yerdagi qaysini tanlaysizlar. Ya'ni masalan, oldiga qarab flip qiladi, orqaga qarab flip qiladi, korоче, o'ng chapga qarab flip qilsa bo'ladi. Flip nima u? Dronlaring 360 gradusga bunaqasiga burilib, mana bu turib oladi endi havoda. Ya'ni ushlab qolsanglar, chunki dron bir xil paytda paqalib tushib ketishi ham mumkin. Endi buni professionallar o'zi qila oladi. Короче, flip qiladi, bu 360 gradusga burilib mana turib oladi. Buni qilsanglar bo'ladi. Keyin esa mana bu knopka. Bular nima? Bular kalibrovka do'stlar. Qaranglar, kalibrovkani sizlarga qilishni keyingi videoda o'rgataman. Kalibrovka o'zi nima? Kalibrovka esa bu dronlaring havoda turishini, tekis turishiniga yordam beradi. Masalan, bular, tipa bunaqa deylik-da, mana sizlar dronlarni uchirdilaring, dronlaring o'zini-o'zi bu yoqqa ketib qolishi mumkin yoki orqaga yoki oldiga yoki bu yoqqa ketib qolishi mumkin. O'zini-o'zi ketaveradi, yurib ketaveradi. Unaqa paytda shu mashinlardan bosib to'g'rilab olishlaring kerak. Birinchi o'rinda kalibrovka. Kalibrovka qanday qilinadi? Kalibrovka mana bunaqasiga qilinadi. Pultni mana busi. Ya'ni buni dronna pultini yoqib, dronni tekis joyga qo'yish kerak. Agarda mana bunaqa joy bo'lsa, mana bunday qiyshayib turgan joy bo'lsa, o'sha yerda kalibrovka qildik. Sal qiyshaygan bo'lsa ham, kalibrovka qilgan bo'lsak, ya'ni mana bunaqa qilgan bo'lsak, pultlarni mana bunday ikkita burchakka burgan bo'lsak, duyt qiladi, ovoz beradi. Ya'ni kalibrovka bo'lgan bo'ladi. Keyin o'sha dronlaring bunday turganda siz kalibrovka qilib qo'ygan bo'lsanglar, dron yoqsanglar shunday uchib ketadi. Shunday uchib, bitta uriladi, sinadi. Menda bu ko'p bo'ldi, ya'ni qaranglar, nima bo'ldi? Men o'zim kalibrovka qilib qo'yganman, o'zim bilmaganman va dron qaranglar, yoqdim, dron tipa bunday bossam, parraklar ishladi. Parrak ishlatadi. Bossam ko'tarilmadi, keyin o'chdi. O'chgandan keyin pultni o'chirdim, pastga qilib motorlarni. Keyin dron o'zini-o'zi pultga tegmasam, dron mashinasiga vurang'ida urilib ketyapti. Urildi. Va o'shani men kalibrovkani noto'g'ri qilib qo'yganimdan bildim va mana ular bilan to'g'rilab bordim. Ya'ni kalibrovka qilmadim, to'g'rilab bordim. Keyin esa yana shunaqa vaziyat bo'ldi, uni ham to'g'rilab bordim kalibrovka sifatida. Ya'ni tipa shunday qo'ydim tekis joyga. Shunday qildim, dud bo'ldi, kalibrovka bo'ldi. Keyin tekis uchur. Ko'rish shuni eslaringda qolsin. Keyin esa dronni qanaqa motorlar turibdi? Dronni hamma dron arzon dronlardagi motor turibdi. Ya'ni mana bu yerda motor yashirilgan. Ya'ni kichkina motorcha. Bunday kichkina motorcha bo'ladi. U juda tez aylanadi. Короче, o'sha motor hamma dronlarga qo'yiladi. Ya'ni arzon dronlarga, masalan, qimmat dronlarda o'sha boshqacha motor bo'ladi, mayda chiqib turadigan. Короче, ekranlarida chiqish kerak, mana shunaqa motor. O'ylayman chiqdi deb. Keyin esa dronni hoslagan akkumulyatorni qo'yib ko'rsataman. Mana shunday qo'yiladi, bo'ldi. Keyin bu yerda yoqasiz. Tak, endi bularga ham to'xtab o'tsak, do'stlar, bu nimaga? Bu knopka o'zini kelgan joyini, masalan, sizlar mana допустим, manitni 3 turli desanglar, mana shu yerda. Sizlar dronlaring ketib qoldi, tepaga ketib qoldi yoki uzoqqa ketib qoldi. Mana shuni bossanglar, dron o'z joyiga qaytib keladi.
Mana shunaqa. Lekin menda o'xshamadi. Mayli. Bu esa dronni где-то yarim metrcha tepalikda ushlab turadi. Bitta bosasizlar 1 metrcha past tepalikka chiqadi, ushlab turadi. Dron shu yerda turdi bo'ldi. Qimirlab turadi, tepaga chiqib turadi. Buni bossanglar, masalan, dronlarning zaryadkasi kam bo'lsa, dron o'zi qo'nadi, Dron tapa tushib ketmaydi, dron o'zi qo'yadi. Kallasi bor dronni. Keyin esa bu dronni qo'ndirish. Bu dron o'sha joyga qo'nmaydi, nali bu joyga qo'naveradi. Buni bossanglar, duch kelgan joyga dron qo'naveradi. Tak. Bu esa video rasm, короче, bular O'zbekistonda taqiqlangan. Ya'ni kamera taqiqlangan, o'shuncha bu ishlamaydi. Buni qaranglar. Bu aylantirish, ya'ni dron buni bossanglar oldiga uchadi, buni bossanglar orqaga, ya'ni mana bu orqaga, oldiga. Buni bossanglar o'ngga uchadi, chapga uchadi, короче, mana shunaqa narsa. Buni bossanglar dron mana bu uchadi, mana shunaqasiga. Mana orqa burchakni bossak, mana bu yerga bu mamlaqasiga uchadi. O'sha burchakka qarab. Короче, burchaklarga qarab uchadi, agar burchakka qilsanglar. Agar bunday qilsanglar, tikka uchadi. Bu esa dronni qanchalik balandlikka aniq beradi. Ya'ni birinchi dronni bunday qilasizlar, dronni o'zi mana aylanib turadi. Keyin ko'rsataman. Keyin esa o'zi bunday qilsanglar, dron o'zi uchadi. Bosib tursanglar, dron balandga chiqib ketadi. Ashi balandga. Где-то 100 metrcha past balandlikka chiqadi. Bu esa burchak qilsanglar, dron mamlaqasiga aylanadi. Mana shunaqasiga aylanadi dron. Havoda turib aylanadi. Buni qilsanglar, dron mamlaqasiga aylanadi. Ya'ni buni ozgincha qilib, mana aylantirib turadi. Bu ham shunaqa, bunaqasiga, короче, bularni ham bildilaring. Mana shunaqa. Endi esa dronni yoqishga boshlaymiz yoqishni. Akkumulyatorni qo'ydik. Zaryadka qilishni ham unutmanglar. Bu zaryadkasi bo'ladi, zaryadka qo'ying. Bosib turamiz. Dron yondi, mana svetlari yondi. Mana orqasida ham svet yonadi. Ichida ko'k rangli. Va undan so'ng pultni burmaga qo'yamiz. Tepaga qilamiz, pastga qilamiz. Bo'ldi, dron ishladi. Tak, dronnagi qo'llaringda o'shunaqa mana ostlarga bitta zo'r narsa ko'rsataman. Agar bilmaganlar, qaranglar, yoqdik dronni va buni ham yoqdik. To'xtanglar. Hozir bitta narsa ko'rsataman. Fishka bu do'stlar. Bu ham o'xshamadi, to'xtanglar. Mana dron yoqdilaring, pultni hali yoqmadilaring, qo'llaringda ushlab qillaring. Dron uchmaydi. Hozir ko'rsataman, uchmaydi. Dron bosdim. Dron uchmayapti. Ko'rishlar mumkinki, dron uchmayapti. Bu yerga qo'ydik. Dron uchdi. Do'stlar, keyingi videolikda men sizlarga dronni uchirib ko'rsataman. Bu videoda hamma bo'pti.